mavzuyimiz haqida videorolik tomosha qilamiz va diqqatimizni ekranga qaratamiz. Aks etgan go'zal tasavvur olam aksidir. Tabiat unga cheksiz hurmat ko'rsatganlar uchungina borlig'ini namoyon etadi. Ona zaminda ilk giyoh o'sib chiqqandan buyon jamiki boyligini odamzod hayoti yo'lida qurbon qilgan tabiat ming yillar davomida fojialar, tahlikalar va vayronagarchiliklarga guvoh bo'ldi. Noyob o'simliklar, hayvonlar turi tobora kamayib bordi. Tufayli kesildi. Ulkan zavod va fabrikalardan chiqqan zaharli tutunlar sof havoni bulg'ab, insonlar salomatligiga rahna sola boshladi. Yashil ofatlar qonuniyatga zarar yetgani natijasidir. Insoniyat tomonidan 350 million gektar yerga daraxt ekishlar zarur ekan. Axir daraxtlar bizning yashil do'stlarimiz. O'z tanasida quyoshning zararli nurlarini 15% gacha tutib qola oladi. 1 gektar yerda o'sayotgan daraxt shunchalik maydondagi suvga nisbatan 10% ga ko'proq havoni namlab berar ekan. Afsuski, so'nggi 100 yil davomida yer yuzidagi o'rmonlar hajmi 4-5 barobarga qisqardi. Igna bargli daraxtlarning har biri esa bir yilda 35 tonna changni tozalab beradi. Ona tabiat bizning unga bo'lgan nomini chetlab o'tgan. Borliq ne'matlarni suiiste'mol qilib, ekologiyaga munosabatimiz o'z hayotimizga bo'lgan qarashimiz kabidir. Biz kerak ekan tabiatimizni asrab